Salomat Musayevna, hozirda UZI tekshiruvlarida homilador ayollarda tonus diagnozi kuzatilyapti. Bu xavflimi? To'g'ri. Ko'pchilik holatlarda UZIda homiladorlar tonus yoki gipertonus degan so'zlarni ko'rib xavotirga tushib qolishadi. Aslida bu 99% holatlarda muammo emas, chunki bachadonni tonusi normada o'zgarib turadi. Bu ba'zi bir ichki va tashqi omillarga bog'liq. Masalan, kichik bir stress yoki jinsiy aloqadan keyin yoki hojatga kirib chiqqandan keyin homilador ayolda bachadonda biroz tonus kuzatilishi bu norma. Bunaqa holatlarda birpas yotgan holatda vaziyatni kuzatish mumkin va aslo qanaqadir dori-darmonlar va ayniqsa gormon preparatlarini qo'llash mumkin emas. Agar sizda ham UZI bo'yicha tonus yoki gipertonus degan xulosalar berilgan bo'lsa, siz buni vaqtinchalik o'tib ketuvchi holatmi yoki haqiqiy homila tushishi ehtimoli bilan bog'liq holatligini faqatgina ginekolog ko'rigidan o'tganda bila olasiz. Xuddi shunday foydali ma'lumotlarni o'tkazib yuborilmasligi uchun hoziroq sahifamga obuna bo'ling.